Shukurga qilmasdan, kraskaga ziyon yetkazmasdan kraskani tiriltirib beryapsiz akalar. 2 marta aytay akalarim, mana yangi gubka mana. Ish sifatiga bunday bir baho berish kerak akalarim. Lasitsimi bu? Mashina tanlamaymiz biz. Muhimi biz sifatga javob beramiz, tamom. Ko'rganlaringdek grammoviy keladi. Unaqa ham pastdan boyagina keldi. Zakaz bilan akalar grammoviy keladi. Hozir biz syomkalarni boshladik. Sizlarga va'da qilganimdek akalarim mana. Kameralar, mikrofonlar, lampalar tayyor. Har bitta etap ish jarayonlarini polni Instagramga va YouTube'ga qo'yib boraman deganimda akalar boshladim. Akalarim, oq rangda o'zi ham bildirib turibdi, ko'ryapsizlar. Mana bu tomon polirovka bo'lgan, mana bu tomon polirovka bo'lmagan. Ko'rishlaring mumkin akalar. Chiziqlarni ko'ryapsizlarmi? Biza kraskaga zarar yetkazmasdan oynadek qilib berdik, oynadek. Ko'rishlaring mumkin akalar. Oq rang bo'lsa ham oyna bo'ldi akalarim. Biza kraskaga ziyon yetkazmasdan ko'rganlaringdek ana shuni qo'l polirovkani o'zi bilan yaxshilab ish qilib o'zimiz chotka qilib chiqdik. Mana shu etapda prosta bir probaga qilib ko'rdik akalarim. Farqini sezyapsizlarmi mana? Kamera yetkazib bo'lmaydi buni. Bunday keramikadan ham zo'r bo'ldi bu akalar. Kelib ko'rsalaring bo'ladi. Dog'lar, chiziqlarni ko'rib turibsizlar. Tashi qo'limni qaranglar. Endi buni qaranglar akalarim. Aks ishsha bo'lib ketdi, ishsha. Yana qanaqa sifat xohlaysizlar bizdan akalarim? O'shaning uchun kelish kerak, o'ylanib o'tirmasdan ishonib polirovkaga topshirish kerak akalar. Bundan zo'r rezultat menimcha bo'lmasa kerak mana. Shukurga qilmasdan, kraskaga ziyon yetkazmasdan kraskani tiriltirib beryapmiz akalar. Shuning uchun videoni yaqinlarga tez jo'natib qo'yamiz. Podpisatsiya bosib qo'ying. Shuncha mehnatga yarasha akam. Mana